Bugungi darsimizda ijodiy g'oyalarni ro'yobga chiqarishni o'rganamiz. Bilarmidingiz, ChatGPT orqali maxsus hikoyalar yaratish, hatto ularni rasm bilan bezash ham mumkin. Bu ko'nikmalar asosan bolalar uchun ertak yaratayotganingizda yoki ilmiy materiallar yoki ijodiy loyihalar yaratganingizda juda foydali bo'ladi. Keling, bularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, tasavvur qiling, sizni 6 yoshli farzandingiz qaroqchilar va mushuklar haqidagi multfilm, ertak yoki shunchaki o'zlarini yoqtiradi. Siz bo'lsa, ularga uxlashdan oldin yoshiga mos, qiziqarli, taxminan 3 daqiqali ertak yaratmoqchisiz. Sizga bo'lsa, undan avval aniq konsepsiya kerak bo'ladi. Misol uchun, unda qatnashadigan qahramonlar kim, sarguzasht qayerda bo'ladi yoki oxiri, ya'ni yakuni qanday bo'ladi? Bu orqali topamiz. Ya'ni unga prompt yuboramiz. 6 yoshli farzandim uchun mushuklar va qaroqchilar haqida uxlash oldi hikoyasi g'oyasini ishlab chiqishga yordam ber. Ya'ni bizdagi qahramonlar mushuk bo'lsin, sarguzasht bo'ladigan joy, ya'ni uni boshlanish, o'rtasi qismi. Mana bizdagi asosiy qahramon Mo'miqvoy bo'ladi. Sarguzasht bo'ladigan joy esa Quyoshli orol, ya'ni orolni biz joy qilib olishimiz mumkin. Mana boshlanishi qanaqa bo'ladi, o'rtasi qanaqa bo'ladi va yakuni qanaqa bo'ladi. To'liq yozishdan oldin bu ertaga tahrirlasa ham bo'ladi. Misol uchun mana bu promptni berib ko'ramiz. Shu orqali tahrirlaymiz. Mana endi ko'rib turganingizdek, bizda yana boshqacha javob chiqib keldi. Endi bo'lsa, to'liq hikoyani yozib berishini so'raymiz. Uni ichida dialoglari bo'lsin, tasvirlari bo'lsin, 3 daqiqali bo'lishligini ham eslatib qo'yamiz. Endi esa boshqa prompt yuboramiz. Mana dialoglari bo'lsin, ya'ni yoshiga mos bo'lsin. So'zi nechta bo'lishini yozishimiz mumkin. Endi to'liq ertakka oldik. Farzandingizni yoshiga mos. Lekin o'qib chiqib ayrim joylari biroz uzun bo'lishi mumkin yoki qisqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki hayajonli joylari bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Buni ham shunga qarab o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun, o'rtasi, ya'ni eng hayajonli joyi juda qisqa bo'lib qoldi. Buni ham o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni o'sha qismini kengaytirgan holda boshqa prompt qo'shib endi esa mana bizda yana butunlay boshqacha ertak hosil bo'ldi. Bu ertak boshqacha, bu ertak boshqacha. Tashlab bergan promptga qarab o'zgartirib beradi. Endi hikoyani jonlantirishimiz mumkin rasmlar bilan. Buning uchun siz hikoyani hammasini biriktirib olasiz. Rasm yaratish uchun aniq prompt yozasiz. Misol uchun 3 ta rasm yaratamiz, ya'ni boshlanish sahnasi, eng hayajonli sahna va yakun qismi. Boshlanish sahnasi uchun bu prompt. Ko'rib turganingizdek, biz bergan prompt orqali bizga 2 xil turdagi rasm chiqazib berdi. Ya'ni birinchisi multfilm ko'rinishda, ikkinchisi bo'lsa realistik ko'rinishda. Endi bo'lsa, ikkinchi qismiga o'tamiz, ya'ni eng hayajonli sahnasiga. Endi esa mana bu ikkinchi promptni yuborib ko'ramiz.
Qani bunda qanday ko'rinishga keladi? Mana. Bu ikkinchi qism uchun yaratilgan rasm edi. Endi esa eng oxirgi qism, yakun qism uchun rasm yaratamiz. Eng oxirgi, ya'ni yakuniy qism uchun yaratilgan rasm shu. Va bizda tayyor dastak yasaldi. Shu orqali darsimiz tugadi.